Kim o'zini uyini din asoslarining ustiga qura olgan bo'lsa, bu odamni uyida halovat bo'ladi, xotirjamlik bo'ladi, sakinat bo'ladi. Kim o'zini oilasini, uyini din asoslarining ustiga qura olgan bo'lsa, kim pul ko'p topgan bo'lsa, shuni hayoti zo'r bo'ladi deyilmayapti dinimizda, qaranglar. Chunki pul topishni ko'p oz bo'lishligi Alloh taolo peshanasiga yozib qo'ygan rizqqa bog'liq. Alloh yozgan bo'lsa topasiz. Bo'lmasa har qancha yuguring, har qancha yeling, topmaysiz. Shuning uchun oilaviy saodatimiz dinni mahkam ushlashligimizga bog'liq. Oilaviy shaqovatimiz dindan uzoq bo'lishligimizga bog'liq. Chunki puli yo'q bo'lib turib zo'r yashayotgan odamlar bor. Puli ko'p bo'lib turib xor bo'lib yashayotganlar bor. Puli ko'p bo'lib turib zo'r yashayotganlar ham bor, dinni ushlaganligi uchun. Va puli yo'q bo'lib turib dindan uzoq bo'lganligi uchun hayotida halovat bo'lmayotganlar bor. Xulosa, farzandlarimiz salohiyatli inson bo'lishini xohlasak, oilamizda xotirjamlik bo'lishini xohlasak, dinni mahkam ushlashligimiz kerak, birodarlar. Kim o'zini munkardan tiymasa, mana shu munkarlarni hayotiga bo'layotgan salbiy ta'sirini albatta ko'radi. Qaytarib aytamiz, gunohlardan to'xtamayotgan odam o'zini qilayotgan gunohlarini, ta'sirini, salbiy ta'sirini albatta o'zini oilasida ko'radi. Oilangizda saodatli bo'lishingiz Allohning qo'lida. Oilangizda shaqovat, baxtsiz bo'lishingiz Allohning qo'lida. Yana qaytarib aytamiz, kim Allohning hukmi bilan oilasini ishini yurgizsa, Alloh taolo bu kishiga saodatni beradi.